Xo'p, o'rtoqlar, barchaga assalomu alaykum. Yangi Cobalt'lar chiqib ketdi. Cobalt Style MCM hamda Cobalt Midnight MCM mashinalarini sizlar bilan tanishtirib o'taman, o'rtoqlar. Xo'p, miyasi kuchaytirilgani aytib o'tilgan, o'rtoqlar. Mana ma'lumotlarni berib o'tib ketaman. Cobalt Style MCM'imizniki. Xo'p, новый приборный панель, подогревный сиденье, cruise control, multi-rule, monitor qo'yilgan, CarPlay'dan dvigatel. Xo'p, 156 million 100 ming o'rtoqlar bahosi. Oq diska, oq para. Xo'p, buni o'rindiqlari material ekan, o'rtoqlar, o'zgarmabdi. Midnight'imizda koja ishlatilgan ekan. Mana material o'rindiqlar, mana 8-avlod deyishdi tablolarni. Mana. Lekin monitoriga gap yo'q. Cruise control, multimedia tizimi. Mana bu yoqda sidini, abagreifni o'chirish, yoqish sistemasi bu yoqda. Zo'r, yomon emas. Niyat qilganlarga nasib qilsin deymiz, nima deymiz boshqa biz. Like bosib, Cobalt shunaqasidan olmoqchi bo'lib yurganlarga ham yuborib qo'yaverasizlar. Hop, Cobalt Midnight MCM. Hop, bunga kojinni o'rindiq hamda torpeda qismi ham qora. O'rtoqlar, chorniy salon deyilgan mana. Подогрев сиденья, сиденье эко-кожа, multi-rule, cruise control, magnitola, Android Auto, Apple CarPlay ekan. 165 million 200 ming so'm. Kommentariyada yozib ketamiz, narxiga arziydimi yoki yo'q. Bismillah va salom holat do'stlar. Mana torpedalar qop-qora o'rtoqlar. Qora salon deyilgandi-ku, rullari. Ham bu yoqlari ham qop-qora. Xo'p, bunda ham o'sha 8-avlod. Mana monitorlari. Ham bu yoqda sidina abagreifni qo'shadigan, o'chiradigan joyi. Zo'r joyga joylashtirildi. Kojinni o'rindiqlari zo'r gap yo'q. Mana. Eko-koja, yumshoq, chiroylik. Bagaj ochish, yopish knopkasini ham qo'shib o'tib ketishmabdi shu joyiga. To'g'ri, mana bu yerga qo'shib qo'yishganda yomon bo'lmasdi lekin. Hop, cruise controli, multimedia tizimi bu yoqda. Qolgan joylarda o'zgarish yo'q. Zavodskoy orqaga tonirovka. Mana. Kuydirilgan oyna bo'ladi o'rtoqlar. Stylimizda doim zavodskoy tonirovka. Orqa tomonlarda o'zgarish yo'q, bir xil Midnight bilan. Faqat salon holati hamda motor tizimi miyasida o'zgarish kiritilgan ekan. 4-noyabrdan o'rtoqlar avtosalon ochiladi deyishgan. Xo'p, onlayn ochiladi, adashmasam. Ulgurib qolsalaringiz albatta xarid qilishlaringiz mumkin. Xo'p, eslatib o'tib ketaman. Cobalt Midnight MCM'imiz 165 million 200. Xo'p, qora salon bo'ladi, eko-koja, o'rindiqlari, podogrev sиденья, cruise control, multi-rule. Stylimizda material o'rindiqlar. Xo'p, 156 million 100 ming so'm. Xo'p, приборный panel yangi, podogrev sиденья, cruise control, multi-rule. Xo'p, CarPlay'dan Android hamda Apple'ni qo'llaydigan monitor. Gap yo'q. Nima ham deymiz, hammaga nasib qilsin. Videoni yaqinlaringizga yuborib qo'yaverasizlar.